yana 7 haykal bitta kal filmini eslamoqchiman. Voy qiynalib ketdim-ku. Hozir. Mana buni og'zingga tiqmagin. Mashina tursin, hamma. Ha, yasha. Hormaganda. Ana aytdim-ku. Anaqa, keling uka, keling. Ish juda avjida-ku. Bilasizmi? Mana shu Siz Muxtar aka. Ha, gapiravering. Murod aka rahmatli. Sanjar Shodiyev do'stimiz, aktyor, rejissyor, prodyuser. Shu do'stimiz filmni olganda og'zimga voronka qilib qo'yadigan joyi bor edi. Shu voronkani chegini yopmagan ekan. Murod akam rahmatli sigaret chakib og'zimga qo'yganmi? Ha, kul ketib qo'ygan. Yo'talsam, bir pas jim turgin. Amitda plyonka ketyapti. Sendan boshqa odam yo'qmi degan dedi. Lekin bu bizga dars bo'lgan qanaqadir.